Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Ben bugün Merkezi Norveç'teki Uygur Adliye Arxiv Ambirining taklifiga binoan yakında Londonda kurulgan Uygur Milliy qirg'inchiligiga qarab chiqish sot kollegiyasiga isbot to'plash chaqirig'iga ovoz qo'shib, bugun men oilam to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Va ko'ringlardek, bu Eysa Mehmet mening dadam 1934 yılı tug'ilgan. Eğer hayatta bo'lgan bo'lsa, bugün 86 yaşga kirgan bo'ladi. Men 2017 yılı 4 ayda ailem bilan qisqa bir telefon söhbeti elib bo'lgandan keyin hozirgacha 4 yilga yaqin bo'lib qoldi. 3,5 yildan oshdi. Hech qanday bir aloqa qilib boqmadim. Faqat 2020 yılı 1 ayda Xitoy Yer Shari gazetining ve başka Xitoy teşvikat vasıtlarının ağaçamını zorlap televizorda sözletkenlik bir uçurudun dadamның mu vafat bo'lganligi xabarini anladım. Hozirgacha dadamның qiyada qanday vafat bo'lganligi haqida hech qanday bir ma'lumotim yo'q. Bu Ayxan Mehmet mening anam bo'ladi. 1940 yılı tug'ilgan. 2018 yılı 5 ayning 17 günüsü Xitoyning ma'lum bir yig'ilish lagerida o'lib ketganlik xabarini bildim. Ama qanday bir sharoitda qanday o'lib ketganlik haqida hech qanday ma'lumotim yo'q. Ama Erkin Asya radio stansiyasining bir qancha haftalik tekshirish natijasida e'lon qilgan doklatidan anamning 2017 yılı ma'lum bir yig'ilish lageriga elib ketilganligi, u yerda 1 yil tug'andan keyin 2018 yılı takriben 1 yıldan keyin ceza lagerida o'lganlik haqida xabar topdim. Bu akam Yalqin Eysa, bu Aksu Ma'arif Institutining matematika fakültetining o'qituvchisi edi. Yaqinda bu akamning yig'ilish lageriga akirib ketilganligi, keyin milliy bo'lginchilik jinoyati bilan ayblanib 17 yıllık qamoq jazosiga hukm qilganligi haqidagi bir xabarni anladim. Ama bunun qanchalik to'g'ri, qanchalik xato ekanligini bilmayman. Akam 1962 yıl tug'ilgan, hozir 58 yaşta. Bu inim Xushtar Eysa 1973 yıl tug'ilgan, hozir 48 yaşta bo'ldi. 2016 yılı ma'lum bir lagerga elib ketilganligi haqida xabarim bo'lgan, ama hozirgacha nerede bo'lganligi, hayatda bo'lib bo'lmaganligi haqida hech qanday bir ma'lumotim yo'q. 2020 yılı 1 ayda Açam Arzugul Eysa'nı ve akam Yalqin Eysa'nın hanımı Asiya'nı ve ballarını videoga chiqib so'zlatish orqali bana karşı bir yalgan bayanatlı buluşqa mecburlagan. Mening bütün şu 4 yıldan bu yan ailemden alalığan tunç haberler şu. Hazır ailemden kançı insanın hayatı bo'lganligi, kançı insanın cezalarında bo'lganligi, kançısının ölüp ketganligi haqida hech qanday bir ma'lumotim yo'q. Men bugün bu video orqali bu guvohlikni dunyo bilan qayta bir o'rtoqlashmoqchi. Men bu munosabatla yana barliq vatandaşlarımızı mushu Angliyada ochilgan Uygur sot xalqaroliq sot kollegiyasiga guvohlik berishga chaqiraman. Bundan burun boshqa arxiv ambarlari uchun va yoki sosyal medyalarda guvohlik bergan qarindoshlarimizni tekrar yeniden mushu sot mahkamasi uchun ishitish uchun ayrim bir guvohlik berishga chaqiraman. Çünkü bu guvohliklar bizning bergan bu ma'lumotlarimiz Uygur sot kollegiyasida ishlatilib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda olib berayotgan insoniyat qarshi qirg'inchilik va yoki irqiy qirg'inchilik haqida dil isbot bo'lib, sot mahkamasida ko'zdan kechirildi. Shuningga bütün vatandaşlarimizni mushu Uygur Adalet Arxiv Ambirining Uygur sot kollegiyasi uchun yig'moqchi bo'lgan material to'plash mushu guvohlik berish faoliyatiga aktiv ishtirok qilishga o'zining oilalari bo'lsin, urug' tuqqanlari bo'lsin, do'st birodarlari bo'lsin, qanchalik ma'lumot bo'lsa hammasini
muşu Uyghur arxiv omiriga ta'minlab berishga taklif qilaman. Rahmat.